Mana bu penkani podelkasi ham bor desam ishonasizmi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, podelkasi bilan originalni qanaqa qilib farqlash kerakligini o'rgatib qo'yaman. Koreyada ishlab chiqarilgan 3 tasi vita bo'lgan o'sha vitamin C penichkamizda juda ham zo'r ta'riflashga tili ojiz. Bu penkani olsanglar, sizlarga hech qanaqa gidrofilli maslo, mineralniy voda ham kerak bo'lmaydi. Juda ham barakali penka, bitta tomchisi butun yuzinglarni tozalab beradi. Tarkibida vitamin C bo'lganligi uchun yuzingizdagi dog'larni ham ochartirib berishga yordam beradi va yuzingizdagi o'lik teri qavatini ham tushirishga yordam beradi. Chunki tarkibida peeling bor. Peeling ham alohida olib o'tirishingiz shart emas. O'zingizlar ko'ringlar, qanaqa yuzimni oqartirib, cho'tka qilib tozalab berdi. Bu penkani originalda manda sotuvda bor. Narxi 150 ming. Nusi Cosmetics profilimdan zakaz bersangiz bo'ladi. Endi sizga podelka variantidan farqlashni o'rgatib qo'yaman. Qo'limdagi original varianti yozuvlar ko'rayotgan bo'lsangiz, prozrachniy plyonkaga qilingan. Rasmdagi esa podelka varianti qog'ozga yozilgan yozuvlar. Original variantida qopqog'i pushti rangda bo'ladi, podelkasida esa oq rangda bo'ladi. Mana bu pastdagi rasmdagi podelka varianti. Podelka variantiga aldanib qolmanglar.